Nazira, ko'rsatuv nimaga mana shu tepalikdan boshlaganimizni bilasiz sababini. Albatta. Tomoshabinlarimizga ham birozdan keyin bu sababni aytamiz. Hozircha sir saqlab turamiz. Hozircha sir saqlaymiz, lekin men sizga bitta undan avval bir ta'sirli videorolik qo'yib beraman. Keling, shu videorolikni ko'ramizda, keyin maqsadga o'tamiz. Tarihindir bin asırlar içinde gizli özbeyim. Sana yaşıttır Pamir ve Aksaç'ı Tianshan özbeyim. Söylesin Afrasiya bile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci özbeyim. El Biruni, El Harezmi, El Farad soyundan. Aslı nesli belki Uzluk, belki Tarhan Özbeyim. Bütün Özbek kardeşlerimi selamlıyorum. Judayam mag'rurlik baxsh qiladi. Turkiya bizning strategik hamkorimiz. Biz sherikchiligimizni yanada kengaytirish va mustahkamlashdan manfaatdormiz. Kardeşlik en kıymetli hazinedir. İkamiz bir bo'lib muzlarni eritdik va bu muz endi hech qachon bo'lmaydi. Nimani his qildingiz? Esimda o'sha damlar, yangi O'zbekiston va yangi Turkiyaning tamomila yangi tarixiy davrining boshlanishi odamga mag'rurlik beradi, turkiylarning birlashishi. Xuddi shunday. Men har safar mana shu videorolikni ko'rsam, ta'bir joiz bo'lsa, badanimda chumoli o'rmalab ketadi. Hammamiz titragandik o'sha payt. Butun O'zbekistonga, o'zbeklarga bo'lgan mehr muhabbatini, intilishini namoyon qildi shu. Prezidentimiz o'sha uchrashuvda, ya'ni Turkiya davlat rahbarining tashrifi paytida bir tarixiy gapni aytgan. Bu bugun juda ko'p ishlatiladi. Dunyo siyosatida ko'p ishlatiladigan terminga, atamaga aylanib ketdi. Ya'ni biz birgalikda muzlarni eritdik. Nafaqat Turkiya bilan bugun muzlar eridi. Butun boshli Markaziy Osiyoda dunyo bilan O'zbekiston o'rtasidagi katta muz qoyalar eriganini bugun ko'rib turibmiz. Buni nafaqat biz, butun dunyo e'tirof qilyapti buni. Butun dunyo O'zbekistonni haqiqiy tinchlikparvar, taraqqiyparvar, dunyo bilan do'st bo'lishga, birgalikda rivojlanishga intiladigan bir davlat sifatida biladi va bugun Toshkent shunday bir xalqaro munosabatlar uchun bir katta platformaga aylandi. Biz nimaga bu yerda turganimizni endi tomoshabinlarimizga ko'p kuttirmasdan aytsak. Ishoralardan ham tushunayotgan bo'lsangiz kerak, hamkasblarimiz birdamlik ruhi degan turkum ko'rsatuvlar tayyorlashdi. Ya'ni Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvi avvalida ijodiy jamoamiz Qozog'istondan, Turkmanistondan, Tojikistondan, Ozarbayjondan hujjatli filmlar tayyorlashdida. Ana shu ruhni davom ettirish uchun biz Nazira Mambetsharipovna bilan birgalikda Turkiya sari yo'l olyapmiz. Nima uchun biz mana shu yerda turibmiz? Keling, boyagi savolga javob bering. Bu yerda turishimizning sababi mamlakatda eng yuksak, ya'ni baland nuqtasida turibmiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa mana shu biz turgan Nestvan binosi ham hatto bizning turk qarindoshlarimiz bilan hamkorlikda bunyod qilingan. O'zguven deysizmi yoki boshqa shirkatlar bilan birgalikda mana shunday yuksakliklarni bunyod qilyapmiz biz. Ko'rib turibsiz, Pyramid Tower degan binomiz bor. Koch Construction qurgan uni ham bor, ya'ni birgalikda qurganmiz uni bor. Ya'ni har qadamda turkiylik ufurib turgan bir nuqtada turibmiz biz. Albatta bu nafaqat diplomatiya, faqat siyosiy iqtisodiy munosabatlar, balki bizni yillar davomidagi, asrlar davomidagi qondoshimizni, bir-birimizga bo'lgan intilishimizni, aslida ularning bizga intilishining, bizni ularga intilishimiz, ularning ota yurtiga intilishini, O'zbekistonni turkiy olamning yuragi deb atashini bir isbotiga to'g'ri keladi. Haqiqatan ham ota yurt deb e'tirof qilyapti. Ya'ni Turkiyani davlat rahbari o'zini ota yurti sifatida e'tirof etayotgan yurtmiz biz. Demak, biz bugun siz bilan birgalikda Turkiyaga ota yurtdan yana bir bora alangali salomlarni, issiq mehrini va qardoshlikning bir boshqacha bir hissiyotlarini olib borishga harakat qilamiz. Ilk ko'rsatuvimiz Xataydan bo'ladi. Xatay bu Turkiyaning eng janubiy hududida joylashgan, Suriya sarhadlari bilan hatto Aleppo shahriga yaqin bir hudud hisoblanadi va eng muhim bilas, mana shu Xatayda bugun juda ko'p o'zbeklar istiqomat qilishadi. Bizni Xatay nimasi bilan bog'laydi yana degan savolga albatta butun o'zbekistonliklar yaxshi biladi. Bundan 2 yil avval turk qardoshlarimiz, turk birodarlarimizga albatta o'zbeklarni yana ham yaxshilashtirgan bitta sabab bor. Qardoshlarimizni boshiga sinovli kunlar tushgan edi va davlat rahbari birinchilardan bo'lib
dunyo liderlari orasida birinchilardan bo'lib qo'l cho'zgan, qardosh xalqqa yordam ko'rsatish tashabbusini qilib, bizdan qutqaruvchilar deysizmi, gumanitar yordam deysizmi, borib juda faol ishlagan. Biz ularni ko'rsatganmiz telekanalimiz orqali, ijodiy guruhlarimiz borib ishlagan va eng yana bir muhim jihati o'zbek tomoni bir xayrixohlik qilib u yerda uy-joylar bunyod qilgan. Bizning asosiy ko'rsatuvimiz shu haqda bo'ladi. Biz yo'llarga hamma narsani ko'rsatishga harakat qilamiz. Nimaiki yo'limizda duch kelsa, o'shani sizga taqdim etaveramiz. O'zi aslida qizig'i ham shunda. Endi bilasizmi, vatandan ketganiga 100 yildan oshiq bo'lgan yurtdoshlarimiz bor. O'sha hududlarda yashashadi. Ovakent, Ovakuy degan qishloqlari borda, minglab o'zbeklar yashashadi. Demak, biz sizga Shunqor bilan birgalikda Turkiyadan eng qiziqarli sarguzashtlar, eng qiziqarli hikoyalar, suhbatlarni taqdim qilamiz. Your attention, please. This is the final call for passengers of Toshkentdan Xatayga boshlangan safarimizning ilk lokatsiyasidamiz. Dunyodagi eng yirik aviahublardan biri Istanbul xalqaro aeroportidamiz. Yo'limizda davom etamiz. Nazira, xush kelibsiz O'zbekistonga. Xush ko'rdik O'zbekistonda. Ha, O'zbekistonda yurgandayman, ochig'i bor. Haqiqatan ham kechadan beri yo'l yurib, uzoq yo'l yurib, Turkiyani Xatay viloyatidagi Arzus tumaniga yetib keldik. Ya'ni tog'larda o'rtasida joylashgan. Bu yerda ham turk qardoshlarimiz jabr chekishgan o'sha zilziladan, ya'ni ko'pchilik boshpanasiz qolgan. Ana shunday dahshatli voqealar sodir bo'lgan mana shu Arzus tumanida ham. Ya'ni shu yerda jabr chekkanlar uchun O'zbekiston mana shunday go'zal imoratlar, uy-joylar qurib bergan. Va bugun o'zbekistonliklarni o'sha paytda bizning yigitlarimiz olib borgan bu yerdagi haqiqiy insonparvarlik harakatlarini, O'zbekistonning insonparvarlik yordamini bu yerda har bir kishi yaxshi bilishadi, eslashadi. Bilasizmi, bu narsalarni iddao yoki da'vo qilib aytayotganimiz yo'q. Albatta. Davlatimiz rahbari ana shunday insonparvar siyosat, ya'ni o'zbeklarning tinatida, fitratida bor hislatlarni qayta uyg'otdi. Ya'ni azalda ham shunday bo'lganmiz. Lekin o'rtada bir o'zimiz bilan o'zimiz bo'lib qolgan paytlarimiz bo'lgan. Eng chekka hududlardan biri Xatay viloyati. Ana shu hozir yo'llarga ko'rib keldik-ku, Shunqor juda ham qiyin, o'sha paytda sovuqda ham qiyin bo'lgan bu yoqqa qarab o'tib kelish va shu yerda O'zbekistonning haqiqiy birodarlik timsoli bo'lgan hududda turibmiz. Hazil akam joy emas, ko'ryapsiz, katta bir massiv bu. 3 ta yoki 4 ta imorat emas bu yerda. Juda ko'p. Hozir yana bir narsani ko'rib keldik yo'l-yo'lakay biz. Hali ham konteynerlarda yashashayotgan turkiyalik qardoshlarimiz bor, zilziladan jabr chekkan insonlar bor. Bosqichma-bosqich qurilishlar davom etyapti. Albatta, tiklanish jarayonida Turkiyaning o'zi tomonidan ham katta bunyodkorliklar qilingan. 270 ta ko'p qavatli turar joylar ham qurilgan. Faqat o'zbeklar emas, ozarbayjonlar, boshqa Turkiya xalqlari ham yordam qilgan. Yana bir narsani alohida aytishimiz kerak. Davlatimiz rahbari prezidentlikka kelganidan buyon qardosh xalqlarimiz bilan, qo'shni davlatlarimiz bilan munosabatlarda ramziga aylangan juda ko'p inshootlar bunyod qildi. Mana siz qarang, Tojikistonda biz Qobadiyonda qurilgan katta shifoxonani aytasizmi yoki maktablarda aytasizmi? Fuzulidagi maktab, Ozarbayjondagi maktabda. Ozarbayjondagi Prezidentimiz ana shunday bir-birimizni bog'lab turadigan ko'prikka aylanadigan mana shunday imoratlar quryapti. Bular ham ayni shunday bo'ladi. Demak, biz O'zbekistonda bir bo'lagidagi kayfiyatni sizga ko'rsatamiz. Mana shu loyihani muhandisi, injenyeri Samih Bey bilan gaplashamiz. Ben Özbekistan'ı ziyaret ettiğimde sağ olsunlar çok misafirperver karşıladılar.
O'zbekistonga borganimda juda katta mehmonnavozlik bilan kutib olishdi. Muhtaram prezidentingiz Shavkat Mirziyoyev u yerdagi odamlar uchun juda ko'p ijtimoiy va madaniy maskanlar barpo etgan. Davlat insonlarning hayoti yaxshi bo'lishi uchun juda muhim ishlar qilayotganini guvohi bo'ldim. Yangi qurilgan shahar ham meni hayratga soldi. Toza, keng, zamonaviy. Odamlar juda iliq va samimiy munosabatda bo'lishdi. Shaharning ozodaligi esa alohida ko'zga tashlandi. Sayr qiladigan joylar ko'p ekan. Deyarli hammasini ko'rsatishdi. Sayohat juda uzoq davom etdi. Sizlarda mashhur bo'lgan Humo qushi stellasi bor ekan. O'sha yodgorlik ham menga katta taassurot berdi. Juda go'zal. Borgan odamni ta'sirlantirib qo'yadi. Kuş vardı sizin meşhur. Ha, Humo qushi. Huma kuşu. Huma kuşunun o anıta gittim. Çok güzel. Ha, yangi O'zbekiston bog'iga Evet, borgansiz evet, siz, ha? evet, Yoqdimi evet. sizga? Evet, vardım. Çok güzeldi. O Huma kuşunun orasını da çok beğendim. Çok etkiledi. Çok yüksekti. Çok güzel geldi yani. Biz siz bilan ham bir Turkiyani bir yuksak nuqtasida turibmiz. Evet. Loyiha haqida gapirib bering, mana injener bo'lgan ekansiz, muhandis bo'ldingiz-a shu loyihani. Burada ben başından sonuna kadar bulundum. İlk temel kazısında da, ilk betonda da, tümünde bulundum. Bu yerda men loyihaning boshidan oxirigacha ishtirok etdim. İlk poydevor qazishdan tortib, birinchi beton quyilgan kungacha hammasida hozir bo'ldim. 2023-yil 6-fevralda Turkiya juda katta zilzilani boshdan kechirdi. Mamlakatda 10 ta viloyat zarar ko'rdi. Juda katta talofatlar bo'ldi. Shuning uchun prezident Recep Tayyip Erdo'g'on va prezident Shavkat Mirziyoyev o'zaro muloqot qilib, Xatay viloyatidagi odamlarga yordam sifatida umumiy 24 ta uy-joy blokini barpo etishga kelishib oldilar. Ortimizda ko'rinayotgan 14 ta blok, narigi tomondagi 10 ta, jami 24 ta ko'p qavatli uy bunyod qilindi. Bu inshootlar boshpanasiz qolgan odamlar uchun katta imkoniyat bo'lib xizmat qildi. Alloh oliyjanob prezidentingizdan va o'zbek xalqidan rozi bo'lsin. Odamlar ko'chib kirib, bu yerda yashay boshlashdi. Bugun bu yerda yashayotgan har bir kishi O'zbekiston va uning insonparvar prezidentini yaxshi biladi. Bunday buyuk ishni har kim ham qila olmaydi. Chunki odamlar avval konteynerlarda juda tor sharoitda yashashardi. Endi esa shukurki, mana shunday zamonaviy uylarga ko'chishyapti. Men bu yerda muhandislik ishlari bilan shug'ullandim. O'zbekiston tomonidan bizga murojaat qilishdi. Ularning olib borgan ishlari va hamkorligi bilan biz ham birgalikda ushbu loyihani amalga oshirdik. O'zbek quruvchilari tez-tez tashrif buyurib turishdi. Loyihani doimiy nazorat qilib borishdi. Har haftada hisobot so'rashdi. Biz barcha zarur ma'lumot va hujjatlarni taqdim etib bordik va bu obyektni muvaffaqiyatli yakunladik. Bu hudud avval faqat dala va toshlardan iborat edi. Davlat bu joyni zilziladan jabr ko'rganlar uchun maxsus yer maydoni sifatida belgiladi. Bu ko'rib turganimiz masjid ham shu yerda yashaydigan odamlar namozini oson ado eta olsin, boshqa uzoq joyga borib yurmasin degan maqsadda mutlaqo yangidan qurib berildi. İnsanlar namazlarını kılabilsin diye, hani başka yere, uzak yere gitmesinler diye sıfırdan yapıldı. Semih O Bey, gün- bir zamonlar bo'ldi, yaqin tarixda Evet. turklar va o'zbeklar uzilib qoldi. Masalan, turkiyalik tadbirkorlar, ishbilarmonlar O'zbekistonga bormay qo'ygan edi. Evet. Oradagi masofalar juda uzoqlashib ketgan edi. Bizning prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari bo'lganidan keyin birinchi bo'lib biz topganlarimiz ana shu qardoshlarimiz turklar bo'ldi. Evet. Shunaqangi yaqinlik paydo bo'ldi. Bugun turk shirkati kirib bormagan o'zbek viloyati yo'q. Evet. Hatto chekka tumanlarimizda, chekka bo'lganlarimizda ham Türkler bilan birgalikda tekstil fabrikalarimiz var. Evet, çok fazla. Evet, evet, Ha. evet. Artık devletler bir dolu, sonuçta o dediğiniz gibi Türkler ve Özbekler arasında bu dostluk köprüleri çok fazla oluştu. Aytib o'tganingizdek, turklar va o'zbeklar o'rtasida juda mustahkam do'stlik ko'priklari qurildi. Endi biz ham O'zbekistonga yo'l olganimizda go'yo o'z vatanimizga qaytayotgandek his qilamiz. Chunki sizlar ko'rsatgan mehr, g'amxo'rlik va qardoshlik biz uchun yurtlar orasidagi masofani ham, chegaralarni ham yo'qqa chiqardi. U yerda o'zimizni mutlaqo begona his qilmaymiz. Bu iliq va samimiy munosabatlarning asosiy yaratuvchisi albatta O'zbekiston prezidentidir. U kishining insonparvar siyosatlari, qo'shni xalqlarga nisbatan ochiq va do'stona munosabati bizga himmat, ishonch va qardoshlik ruhini his ettirdi. Shu bois ham biz bu elga qadam qo'yganimizda o'z uyimizga kirganday xotirjam va e'zozlanganimizni sezamiz.
Aytganimizdek, ko'plab qurilish kompaniyalari, to'qimachilik firmalari endi u yoqqa ham, bu yoqqa ham kelib ketib ishlayapti. Savdo hajmimiz karrasiga oshdi. Biz bir-birimizdan tovar sotib olamiz, o'zaro almashinuv ko'payadi. Ikki davlat uchun ham inshaalloh yanada yaxshi bo'ladi. Biz birbirimiz arasında mal alıyoruz, mal veriyoruz. Onlar da arttı. İki devlet için inşallah daha da iyi olur. Bu ikki davlat rahbarini o'zaro birodarligini natijasi Mana biz bu. siz bilan gaplashib turibmiz bugun shu yerga kelib. Mana shu ham ikki davlat rahbarining samimiy do'stona munosabatning natijasi o'rtasidagi do'stlik butun xalqlarni birlashtiryapti. Siz bilan bizni, shundaymi? Evet. Yani evet. O'rtamizda hech narsa Evet, yo'q-ku. aynen. Hiçbir şey Do'stlikdan yoktu. boshqa. Evet. Hatto Devlet sayesinde. Turk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo'g'an janoblari bizni prezidentimizga avtomobil sovg'a qildi. Biz xursand bo'ldik. O şöyle çok önemli bir konu var. Türkiye bir araba üretti. TOG markası. İlk üretilen 3 arabadan birini Şevket Mirzoyev'e hediye etti. Juda muhim bir masala bor. Turkiya bir avtomobil ishlab chiqardi. TOG brendi ostida. Ishlab chiqarilgan ilk 3 ta mashinaning biri Shavkat Mirziyoyevga sovg'a qilindi. Ha, aynan shunday. O'ylab ko'ring. Ilk bor ishlab chiqarilgan 3 ta avtomobillardan biri prezidentimiz aynan o'sha mashinani O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev janoblariga sovg'a qildi. Bu juda muhim hodisa. Juda katta ramziy ma'noga ega. Yani o çok önemli bir şey yani. Bizni prezidentimiz ham mana bunday Allah razı olsun. Turk xalqiga mana shunday sovg'a qilyapti. Çünkü burada gerçekten çok zor durumda insanlar vardı. Bu yerda rostdan ham juda og'ir ahvoldagi odamlar bor. Ularga eng tez fursatda uy-joy qurib berildi. Hamma bor kuchini ishga soldi, lekin eng muhimi O'zbekiston Turkiya haqida qayg'urganini bu yerda yaqqol ko'rib turibmiz. Özbekistan'da Türkiye'yi düşündüğünü burada görebiliyoruz. Do'st do'stiga, birodar birodariga eng yaxshi narsani ilinadi. Bizniki shunaqa bo'lyapti. Ya'ni biz mana eng yaxshi ko'rgan narsalarimizni sizga beryapmiz. Sizlar bizga. Evet, yok aynen öyle oldu ama yani burayı sonuçta depremden hemen sonra zaten. Ha, aynan shunday bo'ldi. Lekin zilziladan so'ng darhol ikki davlat o'rtasida protokol imzolandi va ishlar zudlik bilan boshlandi. O'zbekiston prezidenti qilamizmi yoki qilmaymizmi deb o'ylab o'tirmadi. Darhol yordam berishimiz kerak dedi. Alloh rozi bo'lsin. Özbekistan düşünmedi ya biz bir şey yapalım mı, yapmayalım mı? Hemen dedi yapmamız lazım. Allah razı olsun. Siz O'zbekistonga borgansiz-ku? Bilasiz O'zbekiston, Toshkentda. Özbekistan Taşkent'te çalışıyorum şu anda. Borgansiz. Özbekçe anlayabiliyorum ama konuşamıyorum çok Bo'ldi, fazla. anglasangiz siz turkcha javob bering. Meni savolimni anglasangiz bo'ldi. İnşallah anlarım. 2023-yil 6-fevraldagi o'sha zilziladan so'ng biz hammamiz yuragimiz og'ridi. Turkiya xalqiga qanday qilib yordam berishni istadik va O'zbekistondan bizni prezidentimiz topshirig'i bilan keldi. Yigitlarimiz yordam berishdi va bugungi qo'shma loyihalar haqida gapirib bering. Qanaqa uylar qurilyapti, nimalar bo'lyapti? Teşekkür ediyorum her şeyden önce. Tabii 2023'te yaşanılan deprem sonrasında Özbek hükümeti, Özbek Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde bir an önce Türk halkına yardım noktasında elinden geleni fazlasını yapma gayreti içerisinde oldu. Avvalo rahmat aytaman. Albatta 2023-yilda sodir bo'lgan zilziladan keyin O'zbek hukumati O'zbekiston prezidenti rahbarligida turk xalqiga yordam berish masalasida qo'lidan kelganini, hatto undan ham ortig'ini qilishga intildi. Buning uchun turk xalqi nomidan oliyjanob xalqingizga va adolatparvar prezidentingizga minnatdorligimizni bildiramiz. Zilziladan so'ng biz zarur loyiha ishlariga kirishishdan oldin O'zbekiston prezidenti topshirig'iga ko'ra bu yerga zarur bo'lgan texnikalar, jihozlar va xodimlar keldi. Keyin esa loyiha taxminan 6 oy qisqa vaqt ichida tugatildi. O'zbekiston Qurilish vazirligidan mas'ul do'stlarimiz doimiy ravishda bu loyihani ko'rish uchun kelib turishdi va bizga o'z bilim va tajribalarini ulashishdi. Shuningdek, loyiha qanday ketayotganini doimiy ravishda joyiga chiqib o'rgandilar. Biz albatta 2016-yildan keyin, ya'ni reformator rahbar Shavkat Mirziyoyev
Mirziyoyev prezident sifatida ish boshlagach, O'zbekiston bilan juda mustahkam birodarlik rishtalarini qurdik. Shuning uchun ularga cheksiz minnatdorlik bildiramiz. Qiyin kunimizda yonimizda bo'lishdi. Turk xalqi bilan yelkadosh bo'lishdi. Zilziladan jabrlanganlarga qo'l uzatishdi. Ishonamanki, o'zbek xalqi ham, turk xalqi ham har doim birodarlik va do'stlikni, birdamlikni davom ettiradi. Bu yerda O'zbekiston tomonidan 24 ta ko'p qavatli uy-joydan iborat katta bir massiv qurildi. Rostdan ham zilziladan keyin O'zbekiston davlat yetakchisining bu masaladagi hassosligi va jarayonga bo'lgan hissasi uchun men ham kompaniyam nomidan ham turk xalqi nomidan ularga minnatdorlik bildirishni burchim deb bilaman. Rahmat yonimizda turishgani uchun. Nasib bo'lsa, bundan keyin ham hamjihat bo'lib, shu yo'lda birgalikda davom etamiz. Türk halkı olarak kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Sağ olsunlar, yanımızda oldular. Her daim de beraber bu yolda devam edeceğiz inşallah. O'zbek, Turkiya xalqi bu sog' bo'lsin, omon bo'lsin, hech kim boshiga bunaqa sinov tushmasin, kulfat tushmasin. Aytingchi, umuman O'zbekiston bilan qanaqa munosabatlar bog'laydi sizni? Şu anda biz Özbek hükümetiyle beraber yine Özbekistan Taşkent'te başka faaliyetler de yürütüyoruz. Özbekistan gerçekten Orta Asya'nın dünyaya açılan bir penceresi şu anda. Hozirgi paytda biz o'zbek hukumati bilan birgalikda Toshkent shahrida bir qator loyihalar ustida ish olib boryapmiz. O'zbekiston hozirda rostdan ham Osiyoning dunyoga ochilgan oynasiga aylangan. O'zbekiston prezidentining oldindan ko'ra bilishi va keng tafakkuri natijasida yangi bir Toshkent barpo etilyapti. Katta infratuzilmaga ega, yashash va ishlash uchun qulay bo'lgan yangi megapolis. Bu haqiqatan ham juda ulkan, hayratlanarli loyiha. Biz buning bir qismi bo'layotganimizdan xursandmiz. Umid qilamizki, qisqa vaqt ichida ushbu loyihani ham yakunlaymiz. Lekin bu albatta uzoq muddatli loyiha, qiymat qo'sha oladigan, katta naf keltiradigan va menimcha kelgusi avlodlarga, O'zbekistonning yangi yoshlariga xizmat qiladigan, ularni xursand qiladigan loyiha bo'ladi. Özbekistan'ın yeni nesline hitap edecek ve onları mutlu edecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Mana 2016-yili Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti bo'lib kelgan kundan boshlab do'stlikni, qo'shni davlatlar bilan tinchlikni rivojlantirdi. Va ilk bora o'sha Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan uchrashdi. Erdo'g'an O'zbekistonga keldi, bizning prezidentimiz Turkiyaga keldi. Do'stlik kuchayib ketdi Turkiya olamda. Buni sizlar his qildingizlarmi? Çok mutlu olduk açıkçası. Çünkü bu hakikaten eskiye dayanan bir özlem var. Rostini aytsam, juda xursand bo'ldik, chunki bu asrlardan buyon kelayotgan sog'inchga bog'liq masala. Axir keng miqyosida olib qarasak, u yer bizning qadimiy ota yurtimiz, ona zaminimiz o'sha taraflar. Shu bois yangi bosqich boshlanishi biz uchun ham muhim. Bu ma'noda bu siyosiy jasorat uchun O'zbekiston prezidentiga rahmat aytaman. Bu bir boshlanish nuqtasi bo'ldi. Albatta bundan keyin munosabatlarimiz yanada mustahkamroq rishtalar asosida davom etishini tilaymiz. Biz har doim birgalikda bo'lishni istaymiz. Ne her zaman bir arada tutuyoruz. Nimani his qilasiz O'zbekistonga borsangiz? Mana biznes qilyapsiz, oilangiz borib kelar ekan, loyihalaringiz bor. O'zbekistonda biznes qilish qulaymi? Evet, şu anda ben Özbekistan'da çalışmalar yapıyorum. 2 firmam var. Ha, hozir men O'zbekistonda ish olib boryapman. 2 ta kompaniyam bor. U yerda bo'lishdan, faoliyat yuritishdan juda xursandman. Farzandlarim va rafiqam bilan birga O'zbekistonga ko'chib o'tdik. Umid qilamanki, men uchun u yerda uzoq muddatli, barqaror bir hayot bo'ladi. Men O'zbekistonni juda yaxshi ko'raman. Ilk bor 2020-yilda borganman. O'zbekiston doim qalbimda, biroz uzoqlashsam sog'inaman. Xatayda amalga oshirilgan loyihadan keyin yangi Toshkent bilan bog'liq imkoniyat chiqqan paytda hech ikkilanmay bu imkoniyatdan foydalanishni istadim. Chunki O'zbekiston odil yetakchi boshchiligida katta maqsadlar sari yo'lga chiqqan. Keyin rafiqam bilan birga O'zbekistonga ko'chib o'tishga qaror qildik. Hozir esa O'zbekistonda yashab turganimdan chin dildan juda mamnunman. Şu anda da Özbekistan'da olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bugungi O'zbekiston siyosati, bugungi O'zbekiston biznesi sizni nimasi bilan hayratga soladi? Nimasini yaxshi ko'rasiz? Açıkçası Özbekistan Cumhuriyeti az önce de ifade ettiğim gibi dünyaya açılan bir pencere. Orta Asya'nın önünde gelen ülkelerinden
Rostini aytsam, avval ta'kidlaganimdek, O'zbekiston Respublikasi dunyoga ochilgan bir oyna. U Markaziy Osiyoning yetakchi mamlakatlaridan biri, aholisi taxminan 40 milliondan ortiq bo'lgan davlat. Shuning uchun ham dunyoga ochiq darvoza vazifasini o'tayotgani sababli ham Turkiyada, ham dunyoning turli mamlakatlaridan u yerga katta qiziqish bor. Menimcha, yaqin yillarda bu mamlakat O'zbekistonni yanada yuqori pog'onalarga olib chiqadi. Bu esa u yerda yangi biznes eshiklarining ochilishi, ishbilarmonlik muhitining yanada jonlanishiga olib keladi deb o'ylayman. Yangi Toshkent loyihasini ko'rganimdan keyin esa bu rivojlanish to'xtaydi degan xavotirim yo'q, aksincha davom etadi. Chunki bu haqiqatan ham juda ulkan loyiha. O'zbekiston prezidenti mamlakatni hamohang taraqqiy ettirishga qat'iy kirishganini ko'ryapman. Farg'ona, Andijon, Samarqand, Buxoro, Nukus, Xiva bular ham yaqin vaqt ichida Toshkent bilan bo'ylashadigan shaharlarga aylanadi deb o'ylayman. Chunki o'sha shaharlardagi ayrim loyihalarni ham kuzatib boraman. U yerlardan ham yangi qurilayotgan inshootlar haqida menga ma'lumotlar kelib turadi. Faqat Toshkentnigina O'zbekiston deb o'ylash noto'g'ri. Shaharlarning barchasini bir butun rivojlanayotgan O'zbekiston geografiyasi sifatida olsak, menimcha O'zbekiston Markaziy Osiyoning porlayotgan yulduzi. Gelişen bir coğrafya olarak düşündüğümüzde bence Özbekistan Orta Asya'nın parlayan bir yıldızı. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rahmet. Assalomu alaykum, xush Assalomu alaykum. ko'rdik. Yaxshimisiz? Xush ko'rdik. Charchamayapsizmi? Hormanglar, yaxshi biliyor. Shu yerda yashaysizmi? Burada yaşıyoruz artık. Biz O'zbekistondanmiz. Özbekistan, hoş geldiniz. Bilasiz O'zbekistonni, bilasiz? Evet, elbette bilirim. Hoş geldiniz. Özbekistan yani biz haritadan biliyoruz, ansiklopediyalardan yani kitaplardan. O'zbekiston, biz uni xaritadan bilamiz. Qadimiy manbalarda, kitoblarda o'qiganmiz. O'zbekistondan yordamga kelishdi. Hammasi uchun rahmat aytamiz. Yordamingiz uchun, qo'l uzatganingiz uchun. Agar yetkazsangiz yaxshi bo'lardi. Prezidentingizga o'z tashakkurlarimizni aytmoqchimiz. Alloh rozi bo'lsin. Boshimizda uyimiz bor endi. Ular qurib berishdi. O'zbek yigitlari bizni qutqarishdi. Og'ir kunda jonimizga oro kirishdi. Yordam berganingiz, qo'l uzatganingiz uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. El uzattığınız her kim elini uzattıysa Allah razı olsun. Men yonimda hozir O'zbekiston tomonidan bunyod qilinayotgan uy-joylarda bosh-qosh bo'lib turgan inson turibdi. Ismingiz nima edi? Abdusalom Doğan. Abdusalom. Men ismim Shunqor. O'zbeklar ham ko'p Abdusalom deb bolalarga ism qo'yishadi. İsimler hepsi. Abdusalom, bu yerda nima ishlar bo'ldi? Burada şöyle söyleyeyim 306 konut yapıldı Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından. Bu yerda O'zbekiston prezidenti tomonidan zilziladan jabr ko'rgan oilalar uchun 306 ta xonadon qurib berildi. 6 fevralda sodir bo'lgan zilzila fojiasida bizga birinchi bo'lib yordamga yetib kelgan O'zbekiston brigadasi bo'ldi. Buning uchun O'zbekiston prezidentiga cheksiz tashakkur aytamiz. Alohida aytib o'tish kerak, landshaft ishlari, bolalar maydonchasi, barcha infratuzilmalar, masjid, maktablar bularning barchasi O'zbekiston tomonidan bizga taqdim etildi. Buning uchun rahmat aytamiz. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından sağ olsunlar bize sundular. Bu qurilish ishlari qachon boshlandi? Nimaga bu joy tanlandi? 2023'te başladı. Deprem zamanında hemen halihazırda hemen ihalesi yapıldı. 2023 yilda boshlandi. O'sha vaqtdayoq tender o'tkazilib, ishni darhol boshlashdi. Bu joy avval davlat tasarrufidagi bo'sh yer edi. Arsos tumanining eng go'zal nuqtasini tanlab, zudlik bilan qurilishni boshladik. Dengiz va tog'ning o'rtasida insonlar osuda yashashi uchun juda qulay. Qavatlar soni ko'p emas, villa uslubida keng va yorug' uylar barpo etdik. Albatta, zamini qoya tosh, tog' jinsidan, juda mustahkam. Barcha temir beton ishlari, hamma jihatlar zilzila bardosh, qurilish me'yorlari va qoidalarga to'liq mos holda bajarildi. Zemin iyileştirmesi de düzgün bir şekildedir, betonarmesidir. Her şeyde çok düzgün deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapıldı. Qurilish to'liq tugadimi? Ya burada tüm konutlar bitti. Daire bitti, her şey bitti. Bu yerda barcha xonadonlar tayyor, kvartiralar ham, hamma narsa to'liq bitdi. Hozir fuqarolarimiz ko'chib kirgan, yashayapti. Ular bizdan, sizlardan juda mamnun. Arsozda jami 3090 ta xonadondan iborat ko'p qavatli uylar qurdik. 10 ta savdo markazi, 3 ta masjid va bitta maktab barpo etdik. Agar o'rtacha bir oila 4 kishidan deb hisoblasak, bu yerda taxminan 12 ming kishi yashaydi. Vatandaşı 4 kişi olarak sayarsak 12 bin insan yaşayacak. 12 bin insan. 12 bin insan yaşayacak burada. O'zbekiston qurgan uylarda qancha inson yashayacak? Özbekistan'da şöyle 1200 insan yaşayacak.
1200. 1200-1250 insan yaşayacak inşallah. Özbekistan işçilerimiz de çalıştı. Farklı. Qurilishda o'zbek quruvchilari ham ishtirok etdi. Ular haqiqatan ham bu ishni shunchaki oddiy vazifa emas, balki insonparvar burch deb bildilar. Har bir ishni xuddi o'z uylarini qurgandek fidoyilik bilan sidqi dildan barpo etishdi. Ular bu yerda ham o'zbek xalqining bag'ri kengligi, qardosh xalqqa bo'lgan haqiqiy mehrini o'z ishlari bilan namoyon qilib berishdi. Shuningdek, dunyoning turli kompaniyalari, boshqa millat vakillari, turk ishchilari hammasi birga, birodardek ishladi. Hammasi yelkadosh bo'lib, birgalikda mehnat qilishdi. O'zbekistonga borganmisiz? İnşallah gelirim. Tezroq boring O'zbekistonga. Biz sizday insonlarni qadrlaymiz. Ya'ni O'zbekiston tomonidan ajratilgan yordamni mana shunday chiroyli qilib imoratga aylantirgan sizga o'xshagan insonlarga biz tashakkur aytamiz. Allah razı olsun. Hozir juda ko'p turk quruvchilari Toshkentda ham qurilishlar qilyapti-da. Juda chiroyli. Turk quruvchilari bar dunyoda tengsiz. Turklar o'zi qurilishda dunyoda tengsiz ifodasini, isbotini mana bu yerda ko'rib turibmiz. O deprem zamanı 2023 şu an 2025 bitti 2026 yani 2 senede bu şekilde bir anda binalar bitirmez mucize oldu. 2023-yilda zilzila sodir bo'ldi. Hozir 2025-yil, ya'ni 2 yil ichida bu tarzda binolarni bitirish haqiqatdan ham mo'jiza bo'ldi. Fuqarolarimiz ham hayratlanishdi, hatto xursand bo'lishdi. Ularni tor konteynerlardan qutqardik. Minglab insonlarning boshpana ehtiyoji hal qilindi. Har tomonlama mukammal tarzda fuqarolarimizga taqdim etildi. Her şekilde yani mükemmel bir şekilde vatandaşlarımıza izah ettik. Turk olarak, O'zbek olarak mana shunday O'zbekistonda bir bo'lagi shu yerda paydo bo'lganidan juda xursandmiz. Biz de çok memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. Yani en azından vatandaşlarımız geldiği zaman burası Özbekistan Cumhuriyeti tarafından bize bağış yapıldı. Biz ham juda mamnun bo'ldik. Turk vatandoshlarimiz bu joy bizga O'zbekiston Respublikasi tomonidan sovg'a qilingan deya faxr va mamnuniyat bilan aytishadi. Ularga minnatdorligimiz va shukronamizni bildiramiz. Büyük Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızı da Özbekistan Cumhurbaşkanı da teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Buyuk davlat rahbaringiz bor. O'zbekiston prezidentiga minnatdorligimizni va shukronamizni yetkazing. Zilzila paytida bizni yolg'iz qoldirmadi. Turkiyani yolg'iz qoldirmadi. Biz chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Deprem zamanında bizi yalnız bırakmadı, Türkiye'yi yalnız bırakmadı. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rahmat deyman Abdusalom. Memnun Sog' oldum. bo'ling. Nazira endi shu yerga kelib bir xonadonga kirib mehmon bo'lib ketmasak bo'lmaydi. Bizni taklif qilgan insonlar bor. Chunki ularning muhabbati boshqacha. O'zbeklarga, uni davlat rahbariga ko'p aytishyapti-da. Takror aytilganda rangsizdir kalom deydi shoir. Lekin men yana takror aytgim keladi. Mana shu massivda yurib kimga duch kelsangiz, O'zbekiston rahbariga, O'zbekistonga cheksiz tashakkurni aytyapti. Bu yerdagilarning har biri O'zbekiston haqida juda yaxshi bilishadi va shu massivga qadam tashlashim bilanoq shunqor bir boshqacha xuddi O'zbekistonda yurgandek bo'lyapmiz. Shunday. Hech begonasirash yo'q. Bemalol ochib, kirib. Qarang qanday chiroyli ekan uy-joy ham. Keng mana bu dahlizlar. Nima deymiz? Podyezd deymizmi? Ha. Mana bitta etajda qarang. Bitta etajda 1, 2, 3, 4 ta xonadon bor ekan. Liftiga chiqamiz mana liftga chiqib hozir xudo xolasa bizni kutyapti tepada. Fayzli uy bo'pti-da, boshqacha baribir. Juda. Xalqimizni bir qalbiga, ko'ngliga o'xshagan fayzi bor bu yerning ham. Juda sifatli qurilgan uy-joylar. Ochig'i bizni taklif qilgan xonadonning egalarining ism-sharifini ham bilmaymiz. Shuni ko'chada ko'rdik, taklif qilishdi, ozginadan keyin chiqamiz dedik. Mana kelyapmiz hozir birgalikda siz bilan birga ko'ramiz. Ismlari kim ekan? Emiri va Gevdet Karachay o'g'illari yashar ekan. Emiri va Gevdet Karachayli. Sizlarning familiyangiz-a? Qarang, familiyalarni yozib qo'yishar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qani boshlang. Hech kimsiz chiqmang. Buyurun. Uncha Bu uyda qara chiroyliligini. Uncha fayzli. Demak, Gevdet Bey bu kishi. Siz Emine xonim. Emine xonim. Men Shunqor. Bu Naziraxon. Yangi uylar qulluq bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ne diyeceğim? İlk önce Özbek Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Avvalo O'zbekiston prezidentiga tashakkur aytamiz. Bizga mana shunday uylarni qurib bergani uchun, yuksak insonparvarligi uchun. Men mehnat qilgan har bir insonga, hissa qo'shgan hammaga juda katta rahmat aytaman. Men mamnunman, xotirjamman. Bu yerdan panoh topdik. O'z uyimizga kirib yashayapmiz. Sağ olsunlar gene bize bir ev yaptılar. Evin içine sığındık, oturduk. Uylaringiz ziyon ko'rganmi zilzila paytida?
Evet, evimiz çöktü gitti. Bizim evimiz çöktü. Çok şükür biz çıktık. Ha, uyimiz vayron bo'ldi. Shukrki biz omon qoldik. Mening 165 kvadrat metrlik katta uyim bor edi. U juda go'zal edi. Biz o'sha paytda hech vaqosiz qoldik. Ya'ni jonimizdan bo'lak hech narsamiz yo'q edi. Zilzila paytida eshikning ostiga kirib oldim. Ayolimni mahkam quchoqlab olgan edim. Yaratganga iltijo qildim. Boshqa chora yo'q edi. Umidimiz ham so'ngan edi. Kunimiz shu nuqtada bitgan bo'lsa kerak deb o'yladik. Lekin shukr vayronalar ostidan bazo'r chiqib oldik. 6 oy chodirda, keyin esa 14 oy konteynerda yashadik. Bu yerga 2024-yilning dekabr oyida ko'chib keldik. Qariyb 1 yil bo'ldi. O'sha og'ir kunlarda qo'limizdan mahkam ushlab, dardimizni o'z dardidek his etgan, uyi vayron bo'lgan har bir oilaga panoh, umid va mehr bergan o'zbekistonlik birodarlarimizga chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. Sizlar qardosh elga vatanparvarlik va saxovatning eng yuksak namunasini ko'rsatdingiz. Bizning yuragimizda bu yaxshiliklaringiz hamisha saqlanadi. Oqibat va odamiylik bunday sinovlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Bu uylarni qurganlardan ham, xizmat qilganlardan ham hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Avvalo muhtaram O'zbekiston prezidentiga juda katta rahmat aytamiz. Allah razı olsun. İlk önce bizim Sayın Özbekistan Cumhurbaşkanımızdan çok teşekkür ediyorum. Yana yeringiz mübarek bo'lsin. Özbekistan Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim. Emeğinden, ilgisinden, gösterdiği şefkatten dolayı çok teşekkür ederiz. O'zbekiston prezidentiga juda katta rahmat aytaman. U kishining mehnati, e'tibori, ko'rsatgan mehr shafqati uchun minnatdorlik bildiramiz. Cheksiz tashakkur. Qilayotgan yordamingizdan juda mamnun bo'ldik. Zilziladan keyin boshpanasiz qolgan edik. Mana endi o'z uyimizga ham ko'chib kirdik. Shukr, juda xotirjamman. Uyimiz katta, keng, bolalarim oldimda. Oilamiz endi xotirjam. Biz konteynerlarda 2,5 yil yashadik. Bu uyni O'zbekiston qurgan. Ularning mehnati uchun Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda xizmat qilgan hammaga, ayniqsa bu ishlarning boshida turgan mehribon va oliyjanob prezidentingizga katta rahmat aytaman. Ular sabab minglab insonlar uyli bo'ldi. Zilzila bo'lgan paytda 2 bolam bilan vayrona ostida qolganmiz. 2,5 yil o'tgan bo'lsa ham, ammo izlar hali ham yuragimizda. Juda og'ir kunlar bo'ldi. Kiyishga oyoq kiyimimiz ham yo'q edi. Yashaydigan boshpanamiz vayron bo'lgan edi. Ko'chada qoldik, chodirda yashadik. Juda qiyin kunlar o'tdi boshimizdan. Insonni uysiz, boshpanasiz qolishi juda og'ir musibatligini his qildik. Ayniqsa bolam quchog'imda turgan holda ko'chada qolishim undan ortiq qayg'uli holat yo'q. Bir de ki hele ki benim oğlum kucağımdayken sokakta kalmak kadar kötü bir şey yok. Bo'ldi, endi hammasi orqada qoldi. Çok şükür. Çok şükür Allah hepimiz oldu. Yani mutluyum ben burada. Konteynerde kaldık 2,5 sene. Çok şükür Allah'a zor günler geçti. Allah Özbekistan başkanımızdan Allah razı olsun. Shukrki hammasi ortda qoldi. Allohim hammamizga uy berdi. Og'ir kunlar ortda qoldi. Alloh O'zbekiston prezidentidan rozi bo'lsin. 1000 marta takrorlayman. Yaratgan egam ularning umrini uzoq qilsin, baxtini bersin. Bizni juda xursand bo'lishimizga sababchi bo'ldi. Alloh u kishini ham xursand qilsin. Bizga qo'l uzatdi. Alloh ham uning qo'lidan tutsin. Çok şükür. Sağ olun, qulluq bo'lsin. Çok güzel, mübarek olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İlginizden dolayı teşekkür ederim. 2023-yil fevraldagi og'ir kunlarda O'zbekiston tomonidan ko'rsatilgan yordam turk xalqiga madad bo'ldi deydi suhbatdoshlarimiz. Ankaradagi O'zbekiston madaniyat, birdamlik va hamkorlik jamiyati rahbari, O'zbekistonning faxriy madaniy elchisi Cho'qay Ko'char azaliy qardosh turkiy xalqlarning birodarligi, do'stligi bugun yanada kuchayib borayotganligini ta'kidladi. Dost bo'lsang yanımda dur. Türkiye'de yaşayanların hammasının ata yurti Özbekistan. Harazmdan kelishgan, Oğuz boylardan kelishgan. Biz bir kandanmiz. Zilzila bo'lgan kuni yağmur yağyapti. Hech kim uyda emas, hamma ko'chada. Och qolgan, nonushta yo'q, non yo'q, ovqat yo'q. O'zbekistondan samolyotlar bilan Turkiyaning Adana shahriga va Gaziantep shahriga yordamlar keldi. Ondan keyin tekshiruvchilar keldi, kichiklari bilan. Zilzilada yıkılgan uylarni tayga kirib, bemorlarni tekshirishdi.
Hatay'ın o'zida ikkita kasalxona bordi. Bittasi O'zbekistonning jo'natgan kasalxonasi, bittasi Amerikani jo'natgan kasalxonasi. 150 ta kasalni yatırıp davolaydigan kasalxona edi. Katta joyga joylashtirdik. Kuni bilan 500 tadan ko'p kasalni davolab jo'natishgan O'zbekistondan kelgan doktor askerlerimiz. Her kuni bilan O'zbekistondan uçaklar qo'nyapti. Adana airportiga, Gaziantep airportiga qo'nyapti. Maşineler bilan kelishyapti. Uçaklar qo'ngan paytda qarab yig'ladik biz. Ana O'zbekistondan yana bir narsalar keldi. Ana bu juda katta narsa. U yoqda uylarni solib xalqqa bepul berish, yordam berish, 1 yil, 2 yil o'rtasida bularni tayyorlab qilish oson narsa emas. Bu Türk halkı da O'zbekistonning quvvatini, O'zbekistonning e'tiborini ko'rsatdi. Bu yoqda Türk halkı her daim O'zbekiston halkıga minnatdorchiligini aytadi. Qanaqa yordam berdi, qancha samolyot yubordi, qancha odamlarni tuzatdi, yordam berdi, uylarini qildi, joy soldi, operasyonlar qildirdi. Bularni Türk halkı bunun farkında, bilyapti, ko'ryapti, e'tibor beryapti. Yaxshilik unutilmaydi. Bizi prezidentimizdan bu yollarda asanchilik qildi. Eski pasaportumni ko'rsangiz, pasaportumning har sayfasida O'zbekiston vizasi bordi. Hozir Xudoga shukr viza bo'lmasdan bemalol ketyapmiz O'zbekistonga. Hozir desangiz 2 soat kelgan samolyot bor, yetsiz ki uchaverasiz. Kunda 5-6 marta samolyot bor. O'zbek xalqi ham qatga ketaman desa bemalol ketyapti, kelyapti. 20 yil oldin bittasi kelib bizni eshigimizdan bir jurnalist kelsa qanaqa ruxsat olamiz, bu bo'ladimi, bo'lmaydimi deb O'zbekistondagi o'zgarishlarni hammasidan minnatdormiz. Men tez-tez ketib kelaman O'zbekistonga. Xalqning boyligini ko'rib xursand bo'lyapsiz. Qishlarga ham kelsangiz, xalq dasturxon to'la. Bu davlat siyosatining natijasi. Mana shu uy-joylarda Turkiyani bayroqlariga ko'p ko'zim tushdi-da. Istagan edikki, bizning bayrog'imiz ham mana shu O'zbekiston qurgan massivda hilpirab tursa. Bu zo'r ideya. Aytganingizda shunaqa hayajonlanib ketdim. Haqiqatdan ham shu yerda O'zbekistonning ramzi hilpirab tursa, bu albatta yarashib bo'ladi. Bir Keling, bayrog'imiz mana shu yerda doimiy, abadiy tursin. Davlatimiz rahbarini katta bir siyosiy irodasini ramzi sifatida mana shunday hilpirab tursa xursand bo'lamiz. Turkiya bayrog'i turibdi, qo'shni uyda, bu yerda esa O'zbekiston bayrog'i. Turk bayrog'ida bir hilol, bir oy va bir yulduz bo'lsa, bizda bir oy va 12 yulduzimiz bor. Siz birga yaxshi gapni aytdingiz. Mana shu shaharchada tug'ilib voyaga yetganlar albatta o'zbek kim ekanligini biladi. Bizni qudratimizni bilmoqchi bo'lsang, biz qurgan imoratlarga bor. Bizni davlatimiz rahbarining insonparvarligini, odamiyligini bilmoqchi bo'lgan odamlar ham mana shu binolarda buni aksini ko'raveradi. Albatta bugungi O'zbekistonni yuzi, bugungi O'zbekiston islohotlarining natijasi, O'zbekiston imajining natijasi, O'zbekiston prezidenti olib borayotgan do'stlik, yaqin qo'shnichilik, birodarlik, birgalikda rivojlanish siyosatining natijasi qanday yarashib turibdi mana shu yerda. Hattoki Shunqor mana hozir kirayotganimizda shu xonadonga qo'shni degan so'zga qo'ngshi deb bir-biriga murojaat qilishdi-da. So'zlarimiz ham bir. Xonadon egasidan uyingizga mana shu o'zbek bayrog'ini ilib qo'ysak maylimi deganimizda jon-jondan rozi bo'lganini ko'rib quvonib ketdi odam. Siz bizga shunday uylar qurib berasiz-ku, biz shunga imkon bermaymizmi deb juda xayrixoh bo'ldi, juda xursand bo'ldi-da. Bu ham odamga bir kayfiyat bag'ishlaydi. Aslida mana shu qarindoshlarimiz bilan gaplashishimizning o'zi ham bu O'zbekiston siyosatining dunyoga yuz tutganligining natijasi. Qachondir o'ylarmidik biz shunaqa qilib Turkiyaning o'rta yer dengizni bo'ylaridagi mana shunday baland tog'larning tepasida turk xonadonida turib o'zbek bayrog'ini osib O'zbekiston haqida gaplashamiz deb o'ylagandik. Albatta. Bunaqa mo'jizalar ko'p hayotimizda. Biz tomoshabinlarimiz bilan hozir xayrlashmaymiz. Chunki bizni Ovakentda o'zbek birodarlarimiz kutyapti. Ular bilan, ya'ni undan deylik bir asr avval kelgan o'zbeklarimiz bilan suhbat qilamiz, dildan bir muloqotlar qilamiz, bir chaqchaqlashamiz. Demak, ko'rsatuvlarimiz, sayohatimiz davom etadi.